Hagay, birinchi bob. Darius padişah hokimiyat tutgan 2-yili 6-oyning 1-kuni Parvardigordan Hagay payg'ambar orqali Shealtielning o'g'li Yahudiyaning boshlig'i Zerubabelga va Yozadaqning o'g'li bosh ruhoniy Yeshuvaga vahiy keldi. Qudrat egisi Parvardigor shundoq deydi-ki, bu xalq Parvardigorning ibodatxonasini qaytadan qurishning vaqti soati tex yetib kelmidi deb yurdi. Parvardigordan Hagay payg'ambar orqali yana bir vahiy keldi. Hozir ibodatxonam xarobalikda turibotsa, sizlarning hashamatlik uylarda o'ltiradigan vaqtinglarmi? Sizlar qilayotgan ishinglarni o'ylab beqinglar. Sizlar ko'p terigan bo'lsanglarmi, biroq olgan husulinglar oz bo'ldi. Sizlar g'izolanasizlar, lekin faqat to'ymaysizlar. Suv ichsizlar, lekin yanada ussab tursizlar. Kiyim kiysizlar, lekin faqat issimaysizlar. Sizlarning ish haqqinglar xuddi to'shuk hamyonga solgan puldek yo'qab ketadi. Sizlar beshinglarga kelgan bu ishlarning sababini o'ylab beqinglar. Endi sizlar toqqa chiqib, yog'och kesib kelib, ibodatxonamni qaytadan qurib chiqinglar. Shuningdala men xursand bo'laman, ham shon sharaf topaman. Bu men Parvardigorning so'zlaridir. Sizlar mo'l hosul ilishni umid qilganidinglar. Biroq hosul oz chiqdi. Hosulni uyga elib kelganinglarda men yana barakatini o'chirib Nima uchun? Men qudratlik sardor Parvardigor shundoq deymanki, chunki sizlar o'z uyinglarni yasash bilan bo'lib ketib, mening ibodatxonam texicha xarobalikda turibotdi. Shu sababdan yomg'ir yog'may, qurg'oqchilik bo'lib, yeringlar hosul bermadi. Men etiz va idirliklaringlarda qurg'oqchilik opiti bo'lishga amr qildim. Shuning bilan ziroatlaringlarga, sharob va zaytun yig'inglarga va yedin chiqadigan barliq o'simliklarga, shundaqla odam ham mol varalaringlarga ziyon yetdi. Emgikinglarmi bekorga ketdi. Bu vaqtda Shealtielning o'g'li Zerubabel, Yozadaqning o'g'li bosh ruhoniy Yeshuva va surgundan qaytib kelgan barliq xalq Parvardigor, ya'ni ular o'zlari e'tiqod qilib kelgan Xudodan kelgan bu vahiyga amal qildi. Ular Parvardigorning Hagay payg'ambar orqali qilgan so'zini anglaganda Parvardigordan qo'rqishga boshladi. Parvardigorning xabarchisi Hagay payg'ambar xalqqa yana bu vahiyni yetkizib mundoq dedi. Parvardigor shundoq deydi: "Men sizlarga yor bo'laman." Shuning bilan Parvardigor Shealtielning o'g'li Yahudiyaning boshlig'i Zerubabel, Yozadaqning o'g'li bosh ruhoniy Yeshuva va barliq xalqning ruhini urg'utdi. Ular o'zlari e'tiqod qilib kelgan Xudo, qudratlik sardor Parvardigorning ibodatxonasini qaytadan qurib chiqishni boshlavatdi. Bu vaqa Darius padişah hokimiyat tutgan 2-yili 6-oyning 24-kuni bo'ldi.